Altın qapas qizil gullar bilan bezab qo'yilgan taqdirdimi, bulbulga tikanchilik makon bo'lanmaydi. Gül qanchaki chiroyli bo'lsa, bulbulning hasrat piyg'onimi shuncha ko'p bo'ladi. Qaysi bir ko'ngilni ishiq o'ta makon qilsa, shu o't u ko'ngilni tavlab go'har koniga aylantiradi. Ishiq oldida podshoh va darvish barobardir. Ishiq inson bolasining ko'zini nurlantiradigan nurliq yulduz. İnsoniyatning toju taxtini zinnatlaydigan go'hardir. Ishiq o'rganish orqali egalligili bo'ladigan narsa emas. Vafo va muhabbat urug'ini chechish hammadan a'lo. Vaqt go'yo o'tkir qilishdir. Alisher Navoiy hikmatlardan.